Men Business School o'quv markazida o'qiganimdan juda ham xursandman. O'zim uchun hayotimda kerakli bo'lgan bilimlarni oldim. Nodira Abdullayevadan juda ham minnatdorman. Bergan bilimlaridan rozi bo'lsinlar. Kim o'qimoqchi bo'lsa, tavsiya qilib qolaman. Business School номер 1. Men ham mana shu Business School HR o'quv markazida olgan bilimlarim uchun minnatdorchilik bildiraman. Men har yakshanbani kutib, nafaqat professional bilim olish uchun, balki Nodira opani, Feruza opani, qizlarni ko'rish uchun ham xursand bo'lib kelganman. Bu juda ham yaxshi komanda yig'ildi va barcha bergan bilimlaringiz uchun katta rahmat. Hammaga tavsiya qilaman mana shu maktabda o'qishni. Men ham Business School HR Manager kursini o'qib tamomladim. Avvalambor ustozimiz Nodira opaga katta rahmat aytmoqchimiz. Bizni kutgandan ham ko'proq, yaxshiroq bilimlar berdilar bizga. Kim ikkilanayotgan bo'lsa, kelingmi, kelmaymi deb sizlarga kelishinglarni tavsiya qilib qolamiz. Business School HR Management fakultetida o'qidik kursida. Nodira opa sizga rahmat. Kelgusida o'z bilimlarimizni yanada mustahkamladik. 20 yillik stajimiz bo'lgan taqdirda ham hozirgi kun talabi o'z ustida ishlab malaka oshirish kerakligini tushunib yetdim va o'z ixtiyorim bilan keldim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Kelinglar, o'qinglar. Hammaga kelib o'qishni tavsiya qilaman. Eng zo'r o'qituvchi Nodira Abdullayevna. Business Schoolda juda ko'p kurslarida o'qiganman. Hozirgi kunda HR Management kursini tugatdim. Hammaga tavsiya qilaman. O'zimga maqsad qilib qo'ydim. Har 6 oyda, 1 yil ichida kelib yana ham bilimlarimni oshirishga. Kelinglar. Business School HR Management kursida o'qidim. Men juda ham xursandman. O'rtoqlar orttirdim. Malakalarimizni oshirdik. Kurs ham, o'qituvchi ham, dars ham juda ham yoqdi. Hammaga tavsiya qilaman. Kelinglar, o'qinglar, afsuslanmaysizlar. Business School zo'r!